tabriklaymiz. Bu agent sizni janglarni shunchaki zavq bilan tomosha qilish kerak. Buni ta'riflab yoki izohlab o'tirishga shart emas. Chunki o'zingiz ringda qanaqa jang ko'rsatishni yaxshi bilasiz va bugun ham biz kutgan jangni ko'rsatdingiz. Avvalambor assalomu alaykum. Tabriklar uchun katta rahmat. Albatta o'ylaganday bo'lmadi, rostini aytsam. Murabbiyim taktika qo'ydilar, o'sha taktikani bajara olmadim ozgina. Qattiq uraman deb qolib ketib, shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa birinchi jang ochilib oldik, ringni his qildik. Endi raqiblarga qarab murabbiyim o'zlari taktika qo'yadilar va xudo xolasa o'sha taktikani to'g'ri qo'llasam, xudo xolasa chetda chempion bo'lib ketaman. Keyin mana shu Erali bilasizmi, raqibimizga achinib qarayotgan ko'ruvdikda. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa keyingi bo'larga omad tilaymiz inshaalloh. Va umuman olganda aynan nimani qo'llamadingiz shu murabbiy aytgandan? Murabbiyim aytganlaridek qolib ketmasligim kerak edi. Kanatga borib qolib ketyapman. O'sha narsani qilmasligim kerak edi. Endi baribir xatolar bor. Hozir o'shani analiz qilamiz va o'ylaymanki, birinchi jang o'sha uchun shunaqa azna taktikani bajara olmadim deb o'ylayman. Atak endi yo'g'ri murabbiyim bilan hozir xonaga borib, gaplashib, maslahatlashib, keyingi janglarga tayyorlanib, xudo xolasa o'sha tarixni yangilaymiz. Xudo xolasa 4 karra jahon chempioni bo'lishga keldik. Shu 4 karra bo'lib, xudo xolasa yana tarixga kirishga harakat qilamiz. Jahli chiqdimi taktikani qo'llamagan? Yo'q, nega endi bir xil joylarda bu undan ham oldin aytdim. Ehtiyot bo'lish, kanatda oldiga kelganda sal ehtiyot bo'lish kerak, baribir endi boks bu. Oson sport emas, shunga ehtiyot bo'lgin deyman-da shu. To'qqiniga o'xshab so'kmaysiz. To'qqiniga o'xshab. Orada bo'lib turadi. Tilqin akam bizga joni achinib o'sha uchun so'kadiki, baribir har bitta murabbiy o'z shogirdi kaltagiga xohlamaydi. Chunki har bitta zarba o'zi kaltaklaydi-da. Yo'q. Endi har bitta zarba o'z ta'sirini beradi. O'sha uchun To'lqin akam jahli chiqishi, shu narsadan murabbiylarning jahli chiqishi shudan. Chunki joni achinadi. Biz yutsak murabbiylar yutadi. Biz yutqizsak murabbiylar yutadi. O'sha uchun To'lqin akani ham to'g'ri tushunamiz. So'kishlarga haqlar bu murabbiyimni, bu ustozni gaplari gapimiz uchun biz har doim qo'limiz ko'ksida nima desalar shu.